Sizlar de lagerdemde muşu Kambodja'daki muşu zulümni çekip başınızdan ötüp kaldı. Ama bir yerden qutuluşning yo'llarini qanday izledingiz? Mesela sirtda shunday chet ellarda Uyg'urlarning tashkilotlarning borligini bilamdingiz. Qanday yo'lni izlab oxiri Kanadaga qadam bosdingiz? Men eng oldida shu YouTube ko'rib vaqtim ko'rib men nurg'un bir narsani ko'rgandan keyin Uyg'urlarninkimi xabar chiqib qoldi. Ha. Bizga ta'minlaydigan uchurlar bo'lsa shu ostidagi WhatsApp nomerlar aqlashinglar deb shu bir xabarni ko'rganman. Ko'rib shunlar men gap qilib vaqtim gap qilsam men javob kelmadi. Keyin Facebookda bir narsaning borligini bilib Bu 2000 nechinchi yili? Uyg'urcha bir narsani Bu 2020 2024 mi? 20 mi? 2024 10. ay atrofida. Ha. 2024 10. Lekin Facebookning borligini bilib, Uyg'urcha bir narsani ko'rib yuribkin, Uyg'urlarmi bormidi deb nurg'un talashma emasmi? Video, naqsha, ishlatuvchi Ha. deb. Yani Uyg'ur, musulmon deb besib baqsam, nurg'un Uyg'urlar chiqib ketdi. O deb o'rni qolsam Turkiya, keyin Amerika, Kanada deb nurg'un o'rni chiqdi. Shunlar bu Uyg'urga o'xshaydi. Bir yordam qilamiz chet elda bo'lgandan qo'lni ishkasi, mishalda ishkasin bo'lib kelmini yordam qilib, qo'ldan kelib qolsa deb men shularga xat yozdim. Men nurg'un odamlarga xat yozdim. Nurg'un odamlarga xat yozib, ba'zilar javob qaytargan bo'ldi, ba'zilar o'zi cho'ng bilgan, qo'ldan ish keldi deb bilgan odamlarni menga tavsiya qilib berdi. Shuning orasida men boshda ba'zilar videoda ko'rishib qoldi, mening gapimga ishonmay, o to'mushdan ishvamkina deb bilmay video qildi. Qolsam u akash endi bir oshxonada lag'mat otib turibdi, bir oshpaz akashga u. Ha. Shuningla ko'rsatib qo'ydim, shu atrofimda voyros ashtaga o'xshaydi bu deb manda odamda aloqasingiz bo'ldi deb shu mashhur bo'lgan Uyg'urlarning hammasiga men xat yozib baqdim. Ha. Oxirida ba'zilardan javob keldi, ba'zilari suhbat elib yo'qolib ketdi. Keyin to'nmaq selib olganlar bor, yomon gap qilganlar bor. Keyin umidim uzilay degan chaqda bir achash menga yana javob qaytarib qoldi. Hozirgacha nadilikini ismini bilmayman. Ammo shu Kanadada Ruqiya turdi ishlab bir xonim bor. Aloqalashib meni qo'limdan kelgan shu kafkam. Foydasi bo'lib qolar deb menga Facebookni avatib berdi. Shu aloqalashgancha ahvolimni tushundirdim. O'zim tanishlik berib, manda yerdan kelgandim deb hamma ishlarni deb bersam shuni bilan bo'pti. Men qo'limdan kelganini qilib boqayfkam. Hamma bilmagan bo'lsam mayli bilib turib men aralashmasam bo'lmaydi. Bir Uyg'urning jini muhim. Men qo'limdan kelganini qilay, mesela boqay. Deb keyin u yerdan boshqa yerga setib etildim. Ondan keyin u yerdan meni shu mafiya bilan paranglashib yurib, Ruqiyada o'zi paranglashdi. Paranglashib, shundan meni shu yerdan setib oldan kelishibdi. Kelishib shuning bilan meni ishni oldiga achqizib shuning bilan u endi bir men ishga chiqib setilgan yerim shu poytaxt davlatlik muzeyning qishidagi bino. Oldida tok deb chaqmotolar va shunga chiqib qochqancha endi qechib qutuldim. Shu Kambodjada mukib yashab yurib shu yerda. Bu yerda albatta biz Ruqiya Turdish xonimga ko'p rahmat aytamiz. Albatta bu sizningki shu jarayonlarda ismini oshkorlamay turib ancha-muncha ba'zi bir chaqiriqlarim bor shu vaqtda shu jarayonda. Haqiqatan yani sizden bunca vala işini baştan geçirip ahire Kanada'daki bir yer kep uğurlaşışınızga baştan ahire yardımda bo'lgan mayli Ruqiya xonim bo'lsin, mayli ismsiz, ismi tilga aylanmagan barliq buningga hissa qo'shgan qarindoshlarimizga albatta rahmat aytamiz. Allah ko'plab ajr bersin ularga.